Endi hozir gapirsam sizlar aytasizlar, hamma blogerlar yo anaqa sportsmenlar kuchayib ketgandan keyin o'zini hayotini qiyin bo'lgan deb aytadi deysizlar. O'sha lekin ularni bilmadimu, qiyin bo'lganini aytadim, lekin menda rostdan qiyin bo'lgan. Haqiqatdan qo'llarimdagi mana mazullarni qaranglar, mana shu mazullar g'ish quyardik men mazullar. Kirlari ham qolib ketgan ichida. Butun umrga qaranglar mana. Mazul mana shu qana qo'llar. Bu 5 ga 1 emas, yo toshniki emas. Haqiqatdan qiyin bo'lgan. Endi erkak kishining hayoti shunaqa bo'ladi-da. Haqiqiy o'g'il bolaning, haqiqiy erkak kishining hayoti tinch bo'lmaydi-da, u qizlarga mosda bu narsa. Haqiqiy erkak har doim problemalarda, qanaqadir ishkallarda, uchastkovoy xonalarda, shtraflarda, tuhmatlarda, bo'xtonlarda, tam xotini ushlab olgan, tam qanaqadir ishkallarda. Mana shunaqada erkak kishini haqiqiy erkak haqida gaplashyapmiz endi bo'ladi-yu, приключение-da. Xarakter, testosteron baland, haligi приключение ko'p kiradi-da, riskovat qiladi, duxi borlarni aytayapman. Hammamiz nolishga haqqimiz yo'q, hammamiz duximiz yetgan hayotda yashaymiz bolalar. Hech qachon harakatda turasizmi? Eshitdi. Qattan bilib qolyapsiz adreslarni. Har bitta nolayotgan paytinglar o'tirib o'ylanglar. Nimaga erisha olmadingiz aziz aka deyishmoqda. Men hayotimdan hech qachon nolimayman, lekin baxtliman ham deb aytib olmayman. Lekin bir o'z kayfiyatim ham sal yo'qroq o'zi. Oxirgi juda charchab qoldim. Atak baxtlimisiz degan savol bo'lsa yoki nimalardan afsuslanasiz degan bo'lsa, endi hechisidan afsuslanmayman. Hayotimdan baxtli bo'lmasam ham roziman. Chunki farzandlarim ko'p-ko'p bo'lib qolishgan. Ota-onam sog' salomat, adam o'lganlar, endi ikkinchi dadam tiriklar, Xudoga shukr. Uy joyimiz bor. Nolisam, endi haqiqatdan yomon ish qilgan bo'laman. Men eng qo'rqadigan narsam, bu dunyoda eng qo'rqadigan narsam, masalan, bu yaqinlarni yo'qotish, endi yo'qotish haqida gapirmasak, o'zim bilan bo'lish mumkin bo'lgan voqea. Eng qo'rqadigan narsam bu qanaqadir yomon kasalda yotib qolish. Va yaqinlar, opa-singillar bo'ladimi, farzandlarim bo'ladimi yoki kimga bo'lsa ham og'irligim tushishidan qo'rqaman. Misol orqasini artish kerak bo'lib qoladi, misol uchun kateterda cho'chog'ini siydigini tashab kelish kerak. Короче-da, mana shu eng qo'rqadigan narsam shu. Men iloji bo'lsa, mana shu energichniy holimda yashayda. O'limim ertaga kelsa ham roziman, faqat tez kelsin. Tap и тебя нету. Kerak emas, jalab 85 ga kirib, 90 ga kirib, marazmatik chol bo'lib, gandon yoshligingda qilgan hamma xatolaringga, hamma joying kasal, balachkalar, og'ir ko'targanlaringga, keyin bilat, yana qarigan chog'ingda keyin bolalaringga yuk bo'lib, ularni ham umrini yeb. Baxt o'zi nima deb yozishibdi? Baxt bu hozir sizga nima yetishmayotgan bo'lsa, shu baxt bo'ladi. Baxt hammada har xil. Endi diniy mavzuni chetlatamizda, real hayot haqida gaplashamiz, ya'ni hissiyotga, ehtirosga berilmaymiz. Baxt bu nima? Tasavvur qiling, siz aytishingiz mumkin, baxt men uchun pul deyishingiz mumkin. Bir xil savollar berishadi-yu. Boylik baxt olib keladimi? Keyin hammasini javobi ham bir xil. Boylik bu komfort, bu deydi. Aslida baxt nima? Sizga hozir nima yetmayapti? Tasavvur qiling, cho'l. Tasavvur qiling, mana cho'l. Mana o'sha kungi 48 gradusni kim ko'rdi? Bizda 48 gradusda hasharga duch kelib qoldik. Yakshanba kuni edi, eng O'zbekistonda issiq kunga to'g'ri kelib qoldik. Endi tasavvur qiling, 48 gradus emasda 60 gradus. Siz cho'lda ketyapsiz. Tasavvur qiling, cho'lda ketyapsiz. Tepada quyosh, bu tomoningiz ham, oldingiz ham, orqangiz ham hamma joy cho'l.
Tasavvur qiling, 1 gram suv yo'q. Ichishga, bir qultun hattoki. Ketyapsiz, bitta mayli boshida shlyapa bor, ketyapsiz. Bir sutka yurdingiz, mayli kechasi quyosh botdi, tun bir amalab salqin tushdi cho'lda. Lekin siz topolmayapsiz manzil. Ketishingiz kerak, shu cho'ldan chiqib ketish uchun yana ketyapsiz. Samasa bu chanqayapsiz. Ertasi kun tong otdi, yana 50-60 gradus, yana issiq. O'sha ko'zlaringiz qamashib ketyapti issiqdan. Ana o'sha payt sizga iPhone, gelik yoki emchak katta qiz jalab yoki bilan qanaqadir bilan Maldivga sayohat yoki 10 chemodan dollar hech narsa kerak emas. Sizga o'sha payt prosta bir qultun suv kerak. Bir baklashka suv ichsangiz siz baxtlisiz. Xuddi shunaqa holatda hozir sizga nima yetmayotgan bo'lsa, sizga nima, kimga nima yetmayotgan bo'lsa, ana o'shani bersangiz, o'sha odam baxtli bo'ladi. Sevgan insoni yo'q odamni yoniga sevgan insonni chaqirib bersangiz, u baxtli. Kimdir eski telefon 100 ming so'mlik telefon ishlatadi-da, orzusi iPhone 17. Bering, u juda baxtli. Kimdir bechara bratan Matizda vikibga olgan, bechara har kuni Gemoydan qonaq ketgan, konditsioneri yo'q, mana shu issiqda issiq choylar ichib, mana shu oila dardi yurib ishtavam kelib qolgan, siqilib. Lekin o'sha odamga muzdek konditsioneri bor bitta BYD bering, o'zingiz nomingizga deb ayting, bering, shu odam u bratandan baxtli odam bo'lmaydi-da. Baxt tushunchasi hammada har xil. Ayni vaqtda sizga nima yetmayotgan bo'lsa, o'shani bersak, siz baxtli bo'lasiz. Kimgadir mana tong ottirish uchun Yunusobodga boringlar, Baninsaga boringlar. Mana hozir xohlaysam jonli efirda olib boraman. Bozorlik qilib turib palataga kiramiz. O'sha yerdagi insonlar mana gemodializda yotadi-da, pochkasi ishlamaydi. Bo'ldi, butun umriga pochkasi yaxshi ishlamaydi. 5-6 kunda, 4 kunda, 5 kunda bir apparatda yotadi dializda. Bu tomonidan suyuqlikka tiqadi, bu yoqdan chiqaraveradi qonni. Apparat qonni tozalab beradi. Chunki 3-4 kunda kola ichar, suv ichadi, mastava ichadi, sho'rva ichadi, sok ichadi, fanta, kola ichadi. O'sha payt organizmda suyuqlik yig'iladi. U organizmdagi suyuqlikka pochkalar filtr qiladi. To'g'rimi? Pochka filtr qilgan payt nima bo'ladi? Tozalanadi va sut siydik bilan chiqib ketadi. Ana o'sha organ ularda ishlamaydi. Ular siz bilan bizga o'sha xohlagan payt sayohatga uchib keta olmaydi. 10 kunga misol uchun qatqadir yo 20 kunga. Chunki uni har 4 kunda butun umr oxirigacha pochka yangi qo'ymaguncha u odam har 4 kunda borib turib dializda yotadi 5-6 soatlab. Tasavvur qiling. Aslida ana o'sha odamga yangi pochka bersangiz, u baxtli. Shuning uchun baxt o'zi nima degan savolga, ana hozir sizga nima yetmayotgan bo'lsa, shu qorni og'rib qolgan odam bo'lsa, misol uchun tasavvur qiling. Qaqadir ketyapti-desiz, qorningiz og'rib qoldi-da. G'uldur qilyapti-da. Atrofingizda hojatxona yo'q bile. Tasavvur qilib ko'rdingizmi? Mana tasavvur qiling. Tasavvur qiling, qorningiz og'rib qoldi. Konkretni ovqatni 2-3 kun yegansiz, 2-3 kun hojatxonaga chiqmagansiz, ichingiz kelmagan, o'sha payt kelib qoldi. Konkretni, короче, g'uldur qildi. Namyoq bo'ldi, jalobdi deysiz. Sirasi ziraylashasiz o'sha payt. Sirasi bir anaqa dadil bo'lib qolasiz, hojatxona qatta. Bo'lmasa harakatga tushib qolasiz. Tasavvur qiling. O'sha payt jalab ketdi sekin, o'sha haligi hojatxona tomonga qarab ketyapsiz. Mashinangizga o'tirdingiz mayli, atrofda tualet yo'q, orqaga qaytdingiz. Hojatxona uyingizda. Uyingizga 1 kilometr bor, ketyapsiz yo'lda. Gayda o'tib qolsa, gayga ham o'tamiz, chunki shunaqa g'uldur qilyapti. Ozgina kallasi ham chiqib qolganda, tushunyapsizmi? Shunaqa holatda sizga hozir nima kerak? Sizga faqat hojatxona kerak, chunki o'shani chiqarsangiz siz baxtli bo'lasiz-da, tushunyapsizmi? Ketyapsiz. Onangizga gay, bratan, shtraf yozavering, menga bog' qo'y. Hozir agar sizga to'xtasam, ishtonim biznes bo'ladi. Kamiga oq shim kiyib olgansiz-ku, bilatavat qilib jala oq ko'ylak bilan.
Akapani kallasi ham chiqib qolgan, o'sha klapinlar ushlamay qolgan. O'ldir, har qanaqa qilganda undoq, mamdoqa bo'lib ketyapsiz-da jalab. Sizga prosta bir hojatxona kerak, baxtli bo'lish uchun. O'shani chiqarsangiz, shu baxtli bo'lasiz bilan. Tasavvur qiling bilan. Kel desam mahallangizga, parkovka ham qaramayapsiz. Mashinani kalitini haligi zamokdan ham chiqarmayapsiz. Zavat bo'lib qolib ketdi ham, po'xuy emasmi jalab? Yugurib ketyapsiz 108-qavatda. Qarasangiz jalab, lift ishlamayapti. Po'xuy unaqa payt. O'zi 2-etajga ham liftda chiqardingiz. Lekin 108-qavatda unaqa payt lift ishlamayapti, barobi yo'q. Men shu villab olib olimpiyskiy chempionga o'xshab g'uldir qilganda o'rinda to'xtab qolimda. Yana yugurib ketyapsiz tepaga, 100 ga jalab. Hojatxona kerak sizga. O'shanga o'tirsangiz, o'sha dahmazani chiqarsangiz, siz baxtli bo'lasiz bilan. 100 ga kirdingiz jalab, uy kalitini ham shaqillatib zo'rg'a topdingiz. Ona nima ko'r suv bormi unitazida yo'qmi? Po'xuy o'zi. Shuni borib o'tirsangiz, shu chiqarsangiz, shu baxtlisizda, tushunyapsizmi? Shuning uchun baxt tushunchasi hammada har xil. Bir odamga baxtli bo'lish, oila mustahkamligi, baxtli bo'lish bu farzandlarning yonidagi. Xo'p, farzanding yoningda bo'lsa, kallasi chiqib qolgan bo'lsa-chi bilan. Baxtsizsan-ku hozir bilan. Farzandlaring oldida xudolaring kelib qolganda jalab. Ishtoningga kattasini qilib o'tiribsan, baxtsiz bilan. Shuning uchun kimga hozir nima yetmayotgan bo'lsa, o'sha odam baxtli-da. Bersangiz shunga baxtli. O'sha odamga qordor qo'ygan uni tazbib turib, "Bratan, men qaramay turaman, bosing shu yerda." desang, bersang, "Ha, aka, maza qildim. Yomon meni baxtiyor ayladingiz" deydi-da. Shuning uchun baxtlimisiz? Ko'p pul unaqami? Baxtli qiladimi? O'sha kun anaqasi chiqibdi. Kelib turib mikrofon bilan haligi mikrofon bilan aka baxtli bugun kelib qoldi. Boringni qo'y, bizga aytmang. Mikrofon bilan kelardik-ku. Ana turishingiz nechi pul deydi jalab, dalboyob. Menga rosa ko'p yozdi u qiz. Men aytdim, qizi sinam, iltimos menga boshqa yozmang, urishib qolamiz. Hozirga men unaqa kibrmasman, kibrmanmi? Kibr politsiyskiymanmi? Gandonmanmi? Dalboyobmanmi? Puxuy menga kimligim dedim. Menga unaqa kontentlar bilan murojaat qilmang, urishib qolamiz. Toshkentni shunaqa javob berdim, u javobni jinni ham tushunadi, u tushunmadi. Men aytdim, "Senim u videoyingizga nima deydi? Men to'satdan kelgandek bo'lib qolaman-da, gelikingizda turasizda, keyin maqtanishingiz kerak" dedi. U javob jonfor bullat boshi. Ana buqa qizil anu lattani ko'rsa jolab quturadiku, onayning moshi. Uni o'qigan sari oyoq qo'llarim qaltirab ketyapti-da jolab. Xafa qilmaydigan qilib javob berdim-da, "Sinam bir bilmasdan gapirib qo'ydi shekilli. Boshqa bunaqa narsa taklif qilmang. Bu Toshkentni kalitini menga bersangiz ham, men unaqa videoga chiqmayman" desam, "Hozirga tushunmayman, qanaqa kalit haqida gapiryapsiz" dedi. Aytdim, "Iltimos, boshqa yozmang" dedim-da, shu darajada meni quturtirdi-da. O'shanaqani boshchasi chiqibdi. U mayli endi ujalab turishingiz nechi pul, ishtoningiz $100 olgansiz, kepkangiz $1000 olgansiz deydi-ku endi u. Ammoqasi chiqibdi. Siz nechi pulli ovqat yedingiz, eng katta chekingiz nechi pul deydi jalab. Endi bu ko'tlar, endi bu onayingizki, bu ovqat yeganingni ham endi chekini ko'tarib yur endi bilaga. Gandon bilan kontent qilaman endi jalab. Nechi pul bo'ldi ofitsiant? Mana shuni iloji bo'lsa, o'zi 2 millionlik yeb, shuni 18 million qilib yozib bera olmaysizmi? Hattamiz biz Novikovdamiz. Men shunaqa qilib bering, iltimos, ertaga bittasi mikrofon ko'tarib kelib qolsa ko'rsatamizda. Endi jalab chek ko'tarib yur endi. O'zi umrda yedilaring jalab. Zavtrikini, obedini, ujinini jalab ovqat ko'rmaganga o'xshab ko'tdan bo'lgan video olib storiesga qo'yaveradi. Как будто bu pidarazlar bilan faqat ovqat yeydi, qolgan hamma gaday bilan. Biz ham yeymiz ovqat, biz ham sumuz ichamiz, misol uchun bizga ham ovqatlar qilib berishadi. Biz ham chiroyli ovqatlar yeymiz yoki sotib olamiz, pulimiz bor. Umrda yeringlarga unda ovqat rasimga uradi. Bittasi vashi o'ldirdi endi ani. Men shohimga, men hojimga mana bu ovqatlarni
qilib beraman deb onangni nima ko'r bitta qiz umrda yedi endi u tugatdi endi u onangizga saqir bo'lib qolaman ovqat mana buni deydi endi u hojim deydi bodybuilder desa bo'ladi voy onangiz men aytdim qaysi o'rtog'im xotini ekan bu bemalol o'zini tutyapti bu internetga chiqib olib kim ekan bu kachorani hammasini taniyman-ku u kirsam hojini ahvolini ko'rdim u hoji bodybuilder degan sportga aloqasi yo'q odam lekin zalga chiqarkan turnik purnik qilgan endi baribir u endi haligi mana bu zavtrik mana bu poldinik mana bu anaqa perikus deb o'ldirdi u qiz ham voy umrda yedi haligi biz hojimiz bilan deyaversa endi o'zingni bir yetim gadaydek his qilasan-da bizga ham zo'r ovqatlar pishirib berishadi galopsiklar endi men sizlarga ko'rsatmayman-ku u narsani zo'r dimlamalar chiroyli ovqatlar yeyman mana menga ham mehr berishadi endi jala umr olib chiqib mana meni hojim ovqat qilib berdi deb endi mikrofon bilan kamera bilan yashaydi deb ko'tlar kechiktasini ko'rib qoldim jumaga borgan endi u umrda yedi endi u ham jala ikkinchi telefon olgan unaqa juma muborak stories Sayyidul ayyom juma muborak mana keldik mana deb telefon bilan sajda ketyapti bunaqasiga yig'ay kamerada ko'zi sajda qilyapti sajda qilib o'zing jinni bo'lsang jalab hammang kelishib bitta alohida Instagram ochib olalaring sen jumaga borgan bo'lsang bilad fikri xayoling ibodatda nima qilasan bu faxsh botib ketgan Instagramga ulug' joyda aralashtirib qorishtirib mix qilib san jalab u dunyodamisan o'zi bu dunyodamisan o'zing bilan o'zing kelishib ol birinchi san ayt men gandomatcha hamma joyda bittasi janozaga borib video qilyapti janozaga aytdi o'lib xotini chochini yulib tashlagan kal hammasi vayda desa jalab u borib turib mana biz keldik deb yig'lab boshda ortib qo'ydi haligi yig'lab ko'zimga yosh voy biladi voy men uzr endi men tushunmayapman davay bila bo'lmasam bilad yegan ovqatinglarni oldinglarmi mana mard bo'linglar jalab yegan ovqatinglarni qanaqa rangda chiqishini ham olaylik videoga ko'raylik shuni bizga qiziq sizlar hamma narsani ko'rsatib beryapsizlar-ku mana o'ynashinglar bilan jalab Maldivga ketayotganinglarni ham aeroportdan bilad o'zi bir gadayevachchaga o'xshab ana tur agentsiyada limon tur ukam bor o'zi bir boshlaganmiz hamkorlikni birga mana hozir yana bitta kompaniya bilan boshlayapmiz o'zi shu ukalarimga obunachilarim deydigan 21 yoshimda men o'z anaqamni qildim mamaqamni qildim mamaqamni ochdim deydiganlar umrda yeydi shu ukalarimni o'shin qilib o'tirsak anaqa aka menga bitta iltimos menga Tailandga Maldivga Teubrcham bilan bitta tur qilib bering umrda yeydi-da men bilaman-da ularni men ukalarimda ro'yxat bor u ro'yxatni ochiqlab bo'lmaydi u strashniy ro'yxat keyin biladi o'ldiradi keyin u onangni imagor bitta yo'birsha bilan unga krossovka olib bergan uni ham bironta bir magazindan iltimos okamjonim hoji akam men sizga 3 kun stories qo'yaman shu yo'bircham bor bitta meni tekinxo'r meni sikib yuradi shunga krossovka bering biz aeroportdan ketayotgan joyimizda stolni tagida krossovkalarni reklama qilib men qilib ko'rsatib olaman tagida такой аккуратный опетка qilib olaman bir narsa qilib jalab unikiga osilib turdi olib bunikiga osilib krossovkani olib bunikiga osilib arendadan mashinani olib umrda yeydi haligi joyiga borib ham tinch qo'ymaysan u biladi borib olgandan keyin endi samolyotning ichida agar biznes klass tegib qolsa o'ldi amin chiqdi deyaverdi endi biz endi ani oddiylar bilan ketolmaymiz biz shuning uchun biznes oluvdik sevgilim bilan sevgilini qo'llarini ko'rsatib qo'yadi sevgili ham u biladi bu qiz bu jalab cho'ka biladi shu bilan keldi endi love story jalab yomg'irni kutadi bular plyajga chiqib olib yomg'irda ani qizni ko'tarib aylantirish kerak 3 kun
Maldivda quyosh u yomg'ir zakaz qilgan jalab. Bu narsa bu yomg'ir jalab ani basseynchada ani it yemaydigan achib qolgan mevalardan taxlab sirlar bilan, qulupnaylar bilan savatchada ikkita sevishganga savatchan itaveradi-ku. U savatchi ham sekin suzib kelib, voy endi bir-biriga yedirishni ko'rsang. Yo'q, hayotda unaqa narsa yo'q o'zi. Endi bir borib qolsa shu endi biladi storiysam o'nayinski Santa Barbara 9 yil davom etgan. Ularniki ham 9 kun endi jalab. Nazarimda ulardan baxtli odam yo'q o'zi ko't hayoti. Yaxshilab ikkalasining orqasiga oldiga datchiklar qo'ysa, ikkalasi ham bir balosi chiqib yotibdi. Buni ham xaltasi bor, ashincha, buni ham xaltasi bor, ashincha krediti, vikupi, bir balosi, bankdan, itdan hamma balosi bor. Lekin uni aytmaydi. Faqat shu zavtrakka yegan ovqat jiyalab shu men bilmayman. Sal скромный bo'linglar. Sal unaqa счастье любит тишину. Baxt tinchlik xohlaydi. Baxtingizga ko'z tegib qoladi. Baxtlisizlar, lekin просто sizlar sal beshtagan suniyroq baxtlisizlar, aslani bu yoqda bechara erining xizmatini qilib o'tirgan, paypog'ini yuvib o'tirgan yaxshi aqlli kelinlar, qizlar yokida o'sha endi kelin bo'lib tushgan xonadonida sharoit boshqacha bo'lishi mumkin. Ular Maldivga yokida qimmat brendli ovqatlar, restoranlarga olib bora olmasligi mumkin hozircha kuyov bola. Lekin kuyov bola ishlaydigan, mehnatkash, qoravoy yaxshi bolaga tepgan kelinlar u videolarni ko'rgandan keyin hammasi mas'ul, bir 50-60% miyasi ishlamaydigan dalboyibkalari ham bor. Ular aytishi mumkin, to'xta. To'xta. Jalab. Men bundan chiroyliman-ku. Aman ko'taman bundan chiqqanroq. Emchagim ham hali dikrayib turibdi. To'xta. Menga oxirgi marta bu qachon gul olib keldi, pidaras? Deb hali joyda